Assalomu alaykum oshxonaviy ishqibozlari. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'i, o'zimizni ham qishlog'imizga oshxona mebelimizni olib keldik. Xo'p, bu oshxona mebelimizni mo'ykamiz bu boshidan bu chekkamizgacha 286, u burchagidan xolodilnigimizgacha 180 joygacha olib keldik. Xo'p, standart razmerda bo'ldi, 220 bo'yi. Tepalarini chiroyli qilib to'sib bering degani uchun tepalarini chiroyli qilib o'raverdik. 32 sm tepasiga alohida o'rab berildi. Bu oshxona mebelimizni bir pogona metri 1.700.000 so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Hop, mo'ykalarni qo'yib berdik. Chiroyligidan Mokri Simisitel xonadon egasidan bo'ldi. Hop, shu shulkalarni qo'yib berdik. Aristoni tepada ekan. Aristonni chiroyli qilib ochib berdik. Oshiq-moshiqlari ham yaxshisidan. Hop, kafellarni ham qo'yib berdik chiroyli qilib. Plyuntslarni ham yaxshisidan rossiyskiy plyuntlarni ham qo'yib berdik aylantirib. Hop, doskalari ham rossiyskiy doskadan qo'ydik. Hop, tortmalari ham vakuumli, o'zi sekin tortib bo'ladi. Hop, chekkalariga alyuminlarni qo'yib berdik. Diod chiroqlarni ham yopishtirdik. Bu safar oq emas, Novot svet, sariq svetidan bosib berdik chiroyli qilib. Juda chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Hop, bu chekkamizga gaz plitamizni qo'yib berdik. Xudo xolasa bemalol ishlataveradi. Ikki tomoniga doskasini to'rg'ashtirish uchun qilib berdik. Magnetlarni qo'yib qo'ydik. Tuz quruqcha qo'yadigan razvedkalarni teshib chiqarib qo'ydik. Bu tomonda ham bor, bu tomonda xolodilnik, led chiroq. Hop, aristonga ham tepasiga tayyor qilib montajini tortib berdik chiroyli qilib. Xudo xolasa vitiskalarini ham tayyor qilib montajlarigacha chiqarilgan, tomlarigacha teshib chiqarib qo'yilgan, bemalol ishlatsa bo'laveradi. Xolodilnikni ham tepasi bemalol ishlatsa bo'laveradi. Xo'p, burchaklarini ham unumli foydalanish uchun burchaklaridan ham bemalol ichkarigacha foydalanaveradigan qilib tayyorlab berdik. Mana oshiq-moshiqlari ham to'tadan qatirilgan. Xo'p, bu joyimizda chekkaga ham bemalol ikkala eshigini ochib, bemalol jon mont qozonlarni burchakka solsa bo'laveradi. Surpa taxtalar ham bemalol tushaveradi bu tomonga. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha videoga olib ishlarimizni yoritib boryapmiz. Bittadan like bosib, tanish bilishlariga jo'natib qo'yasizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Telefon nomerlarimiz 93 569 87 41 nomerlariga teraverasizlar. Mana shu oshxona mebelimiz bu boshidan xolodilnigimiz bu boshigacha balandligi 2,5 metr bo'ldi. 220 standart, tepasini o'rab berdik. Bonus qilib 6.200.000 so'mga ustanovkasini qilib bitkizib berdik. Hammaga rahmat. Xonadon egasiga buyurib nasib qilsin. Bittadan like, podpiska bosib, havas qilganlar tanishlariga jo'natib qo'yasizlar. Rahmat.